Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun sizlar bilan Samsung uzib va Ajro Stick degan o'yinni bu o'yin avvalgi bor edi. Mana hozir ketganman. Avvalgi videolarni o'chirib tashlaganman-da. O'yin do'stlarni qo'shamiz, qo'shmaymiz shart emas do'stlar. Jonim yig'lasan yig'lish ye o'zingda bo'lur. Hozir bortaga qo'yib oling. Ya bo'ladi. Ye o'xshamay. Ye. Ay, qara. Ukam. Kuning mas ekan. Ola. Ye haqqaylas. Yu-mayu. Davay. Ye. Okalar video zerikarli bo'lishi mumkin, ovozim ham yaxshi yozilmay turgan bo'lishi mumkin. Biz ye uka. Ye uka, yaxshimisa, omonmisa, yaxshimisa. O'lib ketay uka. Yo'q, hammamiz o'yin portlatib yo'qmiz. Kulgili gap aytay desam, kulgili gap hozir miyaga sig'maydi, akalar. Depressiya. Bu depressiya deyiladi. Shunday ham qilyapman. Zapis ketyapti. Xudoga shukr 2025da skrin rekorderlari chiqdi. Ye mana zombilar. Do'stlarimni chaqirsam hozir menga non qolmaydi. Bir o'ldirib chiqadilar. Menga non qolmaydi do'stlarimni chaqirsam. Ha, bo'ldi mana. Davay. Ye, shuni ham qo'rqasan buka. Yana muncha qo'rqadi bu yerda. O'zi bitta robot bo'lsa. To'xta. Mana kerak. Minigan. Ha, bo'ldi mana. Chiqka. Yaxshiligingni o'ylayapman. Jonim. Kellar erkakmisan? Ey, uka. Kel. O'g'ala video zerikarli chiqayotgan bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Jimjitlik. Qala bitta prikol ayta olasizmi? Prikol bilasizmi? Oddiy odam guldiradi prikol. Bilmaysizmi? O'zida dokument bilasizmi? Bitta uchta lo'qlar bo'lar ekan. Keyin politsiya aytamiz. Ye uka, bo'tkachi, bo'lib ketasan. Bo'tkachi uka. Uchta lo'q bo'lar ekan, uni politsiya qamar ekan. Nima edi? İşte lo'q edi. Yadımdan chiqib turibdi hamma. Ketdim, zo'r. Ha, ana daradilar. Bortolib keldi. Bo'ldi, olib ketdi. Ko'p axlat desam bo'ladi. Aytib berishini. O'zlariz milliy prikol bor-ku. 3 ta lo'q bo'ladi. Ha, sizga savol bitta. 3 dona do'st. Har qaysida 10 ming so'm pul bor.
Ana shular shaxmat amaga borardilar. Shaxmat olishga borar ekanlar. Va keyin shaxmatdan olgandan keyin shaxmat 25 ming so'm bo'ladi. Shaxmat 25 ming so'm bo'ladi. Shogirdidan beradi 5 mingga berdi. Va o'zina 2 ming so'mni akkaladidan 1000 so'mdan qollara beradi. Bergandan keyin 1000 so'mdan bergandan keyin ularda har bir shaxmatda 20 har qaysi 5 ming so'mdan 9 ming so'mdan to'lagan bo'lsalar 9 ming so'mdan to'lagan bo'lsalar 3 9 27 bo'ladi. Ana u bilan Lodet turg'azdi dashi bilan Toshkentlilar shogirdi bilan 2 ming so'm 9 bo'ladi. Yo, prikol aytdik, savol aytaylik, yo'q, bro. 29 ming so'm bo'ladi. Ana shu yerdagi 1000 so'm yo'q. Serious, bir gap esa tushungan bo'lsam, o'lay agar. Meni bilasan. Yo, Toshkentchalar bilasizmi? Yo'q. Chibaytda sizlarda bloger bo'ldi. Hay, shuni videolar umuman, shuni reklamalar chiqishi umuman bo'lmaydi. O'zim vertolyot ovozi keladi-da, ko'chada yursangiz, vertolyotga atirib, joydagi ko'chada yursangiz. Shu, vertolyotga atirib, vertolyotda binib o'ylaymizda. Zapis bo'lyapti. Qo'qonni ketiraverma. Pul topib bo'lku, sotib olish shart emas, sotib olishiga bilmam lovi sniper o'xshash, lekin tez o'tadi. Sniperskiy drivot deb odida, yo drivot demidi. Da, drivot dedi. Shunda o'ylaymiz. Jo'lim 15-level hechki bo'ldirish qiyin, lekin yotishtirib qo'yadi. Ana shu yer yomon. Xalq. Ya Xudoga shukr, birinchi zalni tugatdik. Bo'ldi akalar, mana videomiz tamom emas, boshqa o'ylab o'ylaymiz, Xudo xohlasa. To'xtanglar. Bir minut. Pauzada qo'yib yuborish kerak, mana shu joyda. Yuri Gagarin akalar. Mana cho'ta biz bilan o'ylashdi. Chaqmoq kuchi bilan o'ynashdi bular. O'zcha yorvoraman, lavaga otvoraman deb lavan kiyimini kiyib, bular o'zlaricha bilmayman nima qilganlar. Hozir ko'rsataman senga. Ay, yomon deydi. Urib o'ldiraman. Bo'tkaki. Nima bo'ldi ukajonlarim? Ha. Bu boss. Da, bu sili yoraman deb Bu mini boss bu. Mini boss. Yo'q, mini boss emas bu. Boshqa bosslar bundan katta. Barsasi. Bilmasdan qildim akalar, tegmaylar. Ana, meni o'ldirishlar. O'ldirmabdi. Ana, qo'zg'obdi telefonim. Endi qalaman. Ana unda arkada. Hozir chekilib turamiz akalar. Dadasini chaqiramiz hozir. Bolangizni o'ldirishdi, dadasi.
Mana akalar, dadasi keldi. Urib o'ldiramiz endi ularni. Dadasi keldi. Chekilaversinlar. Uka, jonimiz ketmaydi. O'lib ketasan bir zarbada. Bu 2 zarbada o'ldi-yu, endi e'tibor bermaysiz. Bu Sparta, bu kuchli kuchli personaj bu Sparta deganlari. Sword Razga qaraganda, Achitonga qaraganda, Minerlarga qaraganda yu umuman kuchli personaj. Ukajonim ta'sir qilarmidi shu o'yin? Nima? Kim edi bu? Shu final bo'lsin ukajonim. Kel, adibadi yer qoqishamiz. Bega desa urishaman. O'lib ketdi. Bechara. For order empire. Ben sizlarni o'ldiraman desa, ana shuni yebsan deydi. Bo'ldi akalar, sizlar bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, shunchalar qilib bitta taxta sunduqi berildi. O'la. Akalar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz juda katta foyda bo'lardi. Men mana shunaqa zo'r ular qilishni xohlayman. Zo'r bloger bo'lishni xohlayman. Iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.